Assalomu alaykum. 100 kunda 100 ta formula deb nomlangan challengeimizning bugun 12-kuni. Bugun sizlar bilan yesli va i formulalarini o'rganib olamiz. Odatda bu formulalar qachon ishlatiladi? Ya'ni bizda ma'lumotlar turli xil ustunlarda berilgan bo'lsa, ma'lumotlarni solishtirib kerakli natijani olish uchun. Demak, bizda talablar berilgan jadvalimizda ishga kiruvchi nomzodlar 18 va 35 oralig'ida bo'lishi kerak va tajriba kamida 2 yil bo'lishi kerak. Test ballari 70 va undan yuqori ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Barcha shartlar bajarilsa, demak natija qabul qilindi. Aks holda rad etildi natija ko'rinishi kerak bo'ladi. Kerakli yacheyani belgilab, formulani kiritib olamiz. Birinchi navbatda yesli formulasini kiritib olamiz va qavs ochilgandan so'ng i formulasini ham kiritib olamiz. Ikkita formulani kiritgandan so'ng ma'lumotlarni solishtiramiz. Birinchi bo'lib yosh chegaralarini solishtirib olishimiz kerak. 25 yozilgan yacheyka, ya'ni yoshini belgilab oldim nomzodni va yoshni solishtiramiz. Yoshi birinchi navbatda katta yoki teng bo'lishi kerak 18 ga. Shu sababdan katta yoki teng belgisini qo'ydim va nuqta virgulni qo'yamiz. Undan so'ng yana yosh deb yozilgan yacheyka 25 ni tanlaymiz. Bu safar kichik bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak 35 ga, ya'ni 18 va 35 yosh oralig'idagi yoshlarni tekshirib olish uchun va nuqta virgul belgisini qo'yamiz. Undan so'ng biz ish tajribasini tekshirib olishimiz kerak. Shu sababdan tajriba 3 deb yozilgan yacheykani belgilab oldik va u tajriba yuqori bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak 2 yilga. Shuning uchun 2 sonini qo'ydik va nuqta virgulni qo'yamiz. Undan so'ng biz oxirgi bo'lib test balini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Test bali yuqori bo'lishi kerak va teng bo'lishi kerak 70 ga va qavsni yopamiz. Undan so'ng nuqta virgulni qo'yamiz va qo'sh tirnoq ochamiz va qo'sh tirnoq ichiga qabul qilindi so'zini qo'yishimiz mumkin. Va qo'sh tirnoqni yopamiz va nuqta virgulni qo'yamiz. Undan so'ng yana qo'sh tirnoq ochib, rad etildi so'zini qo'yishimiz mumkin. Va qo'sh tirnoqni yopamiz. Undan so'ng qavsni yopib enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, uchala shart bajarilganligi uchun qabul qilindi natijasi ko'rinmoqda. Buni butun jadvalga ishlatib qo'yamiz. Demak, jadvalimizda bor yo'g'i ikkita nomzod ishga qabul qilindi, qolganlarini rad etildi statusida ko'rishingiz mumkin. Demak, qaysi